nomlar ko'p. Xo'p, jin o'zi nima? Uni qanday xususiyatlari bor? Va unga nisbatan mo'min musulmon odam qanday muomalada bo'lishi kerak? Jin degan so'z arabcha so'z bo'lib, ko'zga ko'rinmaydigan narsa degani, ya'ni to'silgan. Ko'zga ko'rishdan to'silgan narsani jin deyiladi. Jinlar ham oddiy ko'zga ko'rinmaganligi uchun jin degan nomni olgan. Jinlar to'g'risida Alloh taolo Qur'oni Karimda 7 ta surada 40 ta oyat tushirgan. Qur'oni Karimning suralaridan biri Jin surasi deb ataladi. Ana shularning hammasida jin bor mavjudot ekanligi ta'kidlangan. Ya'niki jinlarning borligiga biz iymon keltiramiz Qur'onning asosida. Jinlar ham inslar sifari o'ziga yarasha bir olam. Ularda erkak ayoli bor, nasl qoldirish bor, yeyish ichish bor, iymon kufr bor. Jinlar qadimgi paytlarda osmonga chiqib farishtalarning so'zini eshitib olish qobiliyatiga ega edilar. Va o'shini tushib yerdagi o'zlarini odamlardan bo'lgan sheriklariga aytib turishar edi. Rasul akram alayhisolatu vassalom tug'ilib payg'ambar bo'lganlaridan keyin yana o'sha gaplarni eshitgani chiqqanlarida ularni yulduzlardan 3 kun ajrab chiqarib quvgan, eshittirish imkonini bermagan. Shundan ular dunyoda katta bir o'zgarish bo'lganini payqashgan. Va shu o'zgarish nima ekan deb atrofga yugurib hamma yoqqa odam qo'yib izlashgan. Nasibin degan joyni bir guruh jinlari Rasululloh alayhisolatu vassalom bomdodda qiroat qilayotganlarida Qur'onni eshitib qolib, o'sha dunyoni larzaga solgan, hamma yo'qni o'zgartirib yuborgan narsa shu ekan deb to'xtashgan. Iymon keltirishgan, borib qavmni ham iymonga chaqirishgan. O'sha jin surasida mana shu gaplar hammasi aytiladi. Ana o'shandan keyin ular mo'minlari yaxshi mo'min bo'lib ketishdi. Kofirlari kofirligicha qoldi va har xil holatlarga ular o'tishdi. Bizning aqidamiz bo'yicha demak jinlar haligi aytgandek mo'mini bor, kofiri bor. Ular ham so'roq savol bo'ladi. Qiyomatda jannat yoki do'zaxdan bu dunyodagi amaliga qarab joy olishadi. Shu bilan birga jinlar ko'zga ko'rinmaydilar, ammo ular bizni ko'rib turishadi. Qur'oni Karimda shu aytgan: ular sizlarni ko'radilar, sizlar ularni ko'rmaysizlar. Shu bilan birga jinlar turli shakllarga kirish qobiliyatiga ega. Ko'p hadislarda Madina Munawvarada oq rangdagi ilon shaklida odamlarga ko'ringanligi Rasulullohning sallallohu alayhi vasallam hadislarida bor. Shu bilan birga ba'zi bir jinlarga Alloh taolo kuch-quvvat, oddiy odamlar qila olmaydigan ishlarni qilish qobiliyatini bergan. Jumladan Sulaymon alayhisalomga shu jinlarni xizmatkor qilib bergan. Ular oddiy odamlar qila olmaydigan katta qurilishlarni qilishgan, qozonlar qilishgan. O'sha vaqtda Sulaymon alayhisalomning xohlagan ishlarini bajarib berishgan. Tez yurish qobiliyati borligini ifrit degan jindan o'sha Sulaymon alayhisalomni demak Saba malikasining xabarini olib kelishda ko'zingizni ochib yumgunizcha borib olib kelaman degan. Qur'onda aytilgan bu. Mana shunaqa xususiyatlari ham jinlarda bor. Lekin shu bilan birga jinlar boshqalar e'tiqod qilgandek hamma narsani egallab olgan, dunyoni boshqarib turgan kuch emas. Dunyoni Alloh taolo boshqarib turadi. Jinlar Allohning olovdan yaratgan bir maxluqlari. Ularning ba'zi bir qobiliyatlari bo'lishi bilan birga insonlarga o'xshagan o'ta ojiz hisoblanadilar Alloh taoloning qarshisida. Jinlar g'aybni bilmaydilar. Sulaymon alayhisalom ularni og'ir va mashaqqatli ishga solib qo'yib, qarab turganlarida Alloh o'z hikmati bilan hassalariga suyanib turganlarida jonlarini olgan. Jonlari chiqib nurdaga aylangan Sulaymon alayhisalom hassaga suyanib turaverganlar. Jinlar Sulaymon bizga qarab turibdi, agar ozgina dangasalik qilsak biz jazoga uchraymiz deb qo'rqqandan ishlashavergan. Alloh bir yog'och qurtini yuborib, ya'ni yog'och qurti
Sulaymon alayhissalomni hassalarini uchini yegandan keyin hassa surilib ketib yiqilganlarida endi keyin jinlar Sulaymon o'lgan ekan deb endi keyin bilishgan. Mana shundan demak jinlar g'aybni bilmasligiga dalil oladi ulamolarimiz. Xo'p, avvallari o'sha jinlarni Allohga nasabi boradi degan, uni Xudo deb e'tiqod qilgan, undan panoh so'ragan har xil holatlar bo'lgan. Lekin bizning dinimizda unaqa gap yo'q. Haligindek jinlar ojiz Allohning qullari va xususiyatlari haligilardan iborat. Mana shu narsalarni biz juda yaxshi anglab yetishimiz kerak. Endi asosiy gap jinlar odamlarni iymon e'tiqodiga, qiladigan amaliga va boshqa ishlariga bosh bo'lib majbur qilib ularni shu tarafga burib ketish qobiliyatiga egami? Insonlarga ta'sir ko'rsatib, ta'sirini ostida ularni xohlagan tarafga burvarish qobiliyatiga egami, yo'qmi degan savol. Ana unga Qur'onda aytadiki, "Laysa laka alayhim sultonun illa man ittaba'aka minhum minal g'awin." Alloh jinlarning kattasi shaytonga o'zi xitob qilib Qur'onda aytgan. Mani bandalarimning ustidan seni sultoning yo'q, hukming o'tmaydi. Hech kimga hech narsa qila olmaysan. Illa istisno shuki, o'sha bandalarimdan meni qo'yib senga malay bo'lsa, orqangdan ergashsa, ig'vonga uchsa, o'shalarga gapini o'tadi degan. Mana shu nuqtani bilib olishimiz kerak. Allohning quliman deb, Allohning bandaligida mahkam turib, jin menga hech narsa qila olmaydi deganga hech narsa qila olmaydi. Alloh aytib qo'ygan. Mani bandalarimga seni sultoning, hukming, quvvating, kuching, ta'siring zinhor o'tmaydi. Illa kimki mani bandalarini seni orqangga ergashib, senga malay bo'lib ig'voyingga uchsa, o'shalarga gaping o'tadi. Ta'siring o'tadi. Boshqa bir oyatda Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, tanazzalu alayhim ala kulli affakin afin. Jinlar kimga bu uchraydi, duch keladi? O'ta uydirmachi va o'ta gunohkorga. Allohning iznidan chiqqan, Allohning aytganini qilmaydi. Yolg'on yashig'ini ko'z yummay gapiradi, gunohdan tap tortmaydi, rasvoyi balo bo'ladi, shularning ustiga jin tushadi. Minadi yelkasiga. Xohlaganini qiladi, alida qilib o'ziga ig'vosiga yuradigan bo'lganidan keyin. Mana shu qoidani Qur'oniy qoida bu. Falonchi pistonchining gapi emas. Qur'onning ikkita oyati. Mana shuni yaxshi egallab olishimiz kerak. E'tiqodni mustahkam qilish kerak. Men Allohning bandasiman, Allohning ibodatini qilyapman, kalomini o'qiyapman, menga jin hech narsa qila olmaydi degan sobit aqida har bir mo'minda bo'lishi kerak. Xayoli qotsa, shaytonga malay bo'lsa, yolg'on gapirsa, gunohkor bo'lsa, har qanday bo'lmagan ishlarni qilsa, u shaytonning malayi bo'ladi, u yelkasiga minadi, nimani qilsa qiladi. Mana shu narsani biz juda yaxshi bilishimiz kerak. Hozir jinga demak taalluqli bo'lib, bemor bo'ldim, falon bo'ldim, piston bo'ldim deb yurganlarning hammasini qarasangiz shunaqa holati bor. Hammasida shunaqa holat bor. Endi hozirgi hammani qiziqtirgan savol, bugungi kunda odamlarning ichiga jin kirib olyapti. Jin haydaydiganlar demak toifasi paydo bo'ldi. Avval yo'q edi bu. Oxirgi 6-7 yilning ichida mana shu gap ko'paydi. Toshkentdan chiqdi, Toshkentda urchidi, ko'paydi. Endi sekin-sekin tarqalib viloyatlarga ham kirib boryapti. Bu masala qanday? Bu masalani juda yaxshilab o'rganib chiqilsa, qadimda faqat Hanbaliylar odamning ichiga jin kiradi deyishgan xolos. Hanbali mazhabga mansub kishilar. Hozirgi kunda shu gapni ko'tarib, mana shu narsa bor deb gapirib, yozib, chizib, videoga olib, telefonga olib ko'rsatayotganlarni asosiy nimalari ham o'sha mazhab. Chunki mazhablarida bor. Uni boshqalar eshityapti, lekin bizning mazhablarda, Hanafiy mazhabida xususan,
Shofiy, Maliki mazhablarining kitoblarida jin odamni ichiga kirib olib har xil qiliqlarni qiladi, u qiladi, bu qiladi degan gaplarimiz yo'q ekan. Men qayta qaradim. Boshqa mazhablarda jin bor, jin odamni ichiga kiradi demagan, jin odamni chaladi, uradi, tegis qiladi degan gaplar bor. O'zi har ichida shu gap bor. Palonchini jin chalibdi, jin tegibdi degan gap shu arabcha mas degan so'zdan nima olingan. Qur'onda massa degan gap. Massa degan qo'li bilan tegib qo'yishni aytiladi. Jin tegishi bor. Lekin ichiga kirib olishi, ichida gapirishi, uni kimdir quvib chiqishi degan gaplarni mazhablarda yo'q. Hanbali mazhabida kiradi degan, quvib chiqishni ham ular ham aytmagan. O'sha haligi bular tegdi, chaldi, palon qildi degan gapni jin urdi ham deydi ba'zi joylarda. Shuni ular mana shu to'g'risidagi arabcha so'zlarni kirdi desa ham bo'ladi deb aytishgan. Lekin arabcha duxul degan gap yo'q. Qur'onda, oyatlarda yo'q. Ularning ijtihodini ham biz hurmat qilamiz. Mu'tarab mazhabning gapi, lekin bizlarda bu narsa umuman bo'lmagan, yo'q bo'lgan. Jin urish bor, jin chalish bor, jin tegish bor. Bu degani halidaqa odamovi bo'lib bo'lgan, ibodatda dangasa, o'zi g'alati bo'lib qolgan odamlarni o'sha jin o'ziga nima qilib olgan? O'yinchoq qilib olgan. Ana shu ma'noda tushunish kerak. Ana endi o'sha jin tegmasligi uchun, jinni ta'siriga tushib qolmasligi uchun iymonni baquvvat qilib, ibodatda sobit qadam bo'lish bilan birga kerakli oyatlarni, suralarni o'qib, o'ziga dam solib yurish kerak. Bu hadislarda sobit bo'lgan narsa. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ni Rasul akram alayhisolatu vassalom Ramazonda keladigan sadaqalarga ombor chiqib qo'ydilar, qorovul. Xurmolarni to'plab maydonga kechasi borib o'shani qo'rib yotadilar. Yotsalar qitir-qitir qilib qolibdi bir sharpa, borsa birov o'sha sadaqani xurmosidan qopiga solyapti. Shart ushab mahkam, sen o'g'ri, endi ko'rasan ertalab Xudo xolasa Rasulullohning oldiga olib boraman desalar, jon og'ayni, men ayolimman, hojatman, men nochor keldim, bo'lmasa kelmasdim, meni qo'yib yuborgan, iltimos bolalarimga rahim kelsin, undoq bundoq deb yolvorgan ekan, qo'yib yubordilar. Ertalab bomdaqqa boruvdilar. Ha, Abu Hanifa, kechagi asiring nima qildi dedilar Rasululloh. Abu Hurayra hayron qoldilarda, keyin aytib berdilar. Shunaqa ishlar bo'ldi, yolvordi, qo'yib yubordim. Endi kelmayman dedi. Bekor aytibdi, yana keladi dedilar. Ertasiga yana keldi, yana qo'lga tushdi, yana avvalgi suhbat bo'ldi. Yana qo'yib yuborib, yana ertasiga boruvdi, yana Rasululloh so'radilar, yana haligi gaplar bo'lib, 3-kuni yana keldi. Kelganda endi bu aytdiki bo'ldi, 3 marta bo'ldi, endi qo'yib yuborish yo'q. Endi ertalab borasan men bilan, qo'yib yubormayman, jazoyini olasan dedi. Menga qaradiga, men senga bir ma'rifiy narsa o'rgataman. Keyin senga manfaat beradi. Keyin qo'yib yuborasanmi, o'rgatib qo'yasan dedi. Ha dedi. Qachon yotyapsang, tursang, oyatul kursini o'qigan Allohu la ilaha illalloh, illohumni dedi. Shunda dedi, shayton senga tegmaydi dedi. Haligi va'dani berib qo'ygan Abu Hurayra qo'yib yuborib, ertalab boruvdilar, yana Rasululloh so'radilar. Nima bo'ldi? Shunaqa bo'ldi. Nima dedi? Shunaqa. Oyatul kursini o'qisang senga shayton jin tegmaydi deb aytdi. To'g'ri aytibdi, ammo o'zi yolg'onchi dedilar. Aytgani to'g'ri, lekin o'zi yolg'onchi. 3 kechadan beri senga asir tushayotgan kim bilasanmi? Dedilar, yo'q dedi, shayton dedilar. Ana, o'zlari biladi ular. Odamlar nimani o'qisa tegisha olmaydi. Biladi. Ana shunga o'xshab oyatul kursi, bizda chorqul deymiz, Kafirun surasi, Ixlos surasi, Qul a'uzu bi robbil falaq, Qul a'uzu bi robbin naslarni odam o'qib o'ziga dam solib yurish kerak. Boshqa oyatlarni ham o'qib dam solib yursa, ana o'sha jin tegishidan boshqalardan qo'rg'on bo'ladi. Bandani ushlab turadi. Kechqurun yotganda o'qib yotsin, ertaman turganda o'qisin, ko'chaga chiqqanda, boshqa joylarda hamma yerda mana shu narsalarni qilib yursin. Ana shunda yaxshi bo'ladi, xayr baraka bo'ladi. Ana u jin kirib oldi, bir oldi, u bu deyotganlar.
Avval haligi gap. Avval yo'q edi, 5-6 azizlarimiz borib, shu Misrdagilardan o'qishib kelib qilishuvdi, joriy bo'ldi. Chunki ergashyapti-da. Jon yurganlarga gap yo'q. Shuni qilaman deb uringanlarga bo'lyapti. Haligi oyatning gapi. Shuni orqasidan tushishyapti. Odamlarga tushuntiryapti, SMS qilishyapti, zapis qilib odamlarni telefonlariga ko'chirib berishyapti, o'zlari qilib ko'rsatyapti hammani. Qilgandek bo'ladi. Lekin hanbaliylar ham, boshqalar ham mana shunaqa qilib jinkashlik qilish shariatda bor degan gapni aytmagan. Yo'q. Kiradi degani haligidaqa kimdir jinkashlik qilib nima qiladi? O'qiydi, o'qiladi, bu qiladi degan gap yo'q. Ya'ni buni kasb qilib olish yo'q. Orqasidan pul topish yo'q. Qaytaga odamlarni xayolini ketkazish bor. Men o'zlariga aytdim. Xo'p, aytinglarchi, avval shu bormi desam yo'q dedi. Qanday chiqdi desam 6 yil bo'ldi. Ha, o'sha ona falonchilar olib kelgandan keyin chiqdimi? Ha, chiqdi. Nimaga oldin yo'q edi? Bilmaymiz. Keyin xolis aytinglarchi, nimaga hadi musulmonning ichiga kiradi, o'rislarning ichiga kirmayapti desam bilmaymiz deydi. Bular yuribdi-da, orqasidan yuryapti, izlashyapti. Shunga ko'rinyapti. Shuning uchun bu narsaga juda hushyor bo'lish kerak. E'tiqodni mustahkam qilish kerak, unaqa ig'volarga uchmaslik kerak, to'g'ri tushunchani berish kerak, Qur'on asosida aqidada bo'lish kerak, hammasi yaxshi bo'ladi. Ana shu ma'noda bir kitobcha qildik. Mana shu aytilayotgan gaplar o'sha jin bobidagi gaplarning xulosasi. Inshaalloh bu narsalarimiz hammasi yo'lga tushib ketadi.